Demak, biz hozir xuddi mana shunday qo'l tekkizmasdan yoncha salto qilishni o'rganamiz. Buning uchun biz nima qilamiz? Birinchi qo'l bilan qilishni o'rganishimiz kerak. Demak, kiramiz. Xuddi shu ishni qo'l bilan qilishimiz kerak. Ikkinchi navbatda bir qo'llab qilamiz. Bo'ldi. Mana shu bir qo'llab qilishimizni balandlashib boramiz. Ya'ni kelgan paytimizda endi shunchaki bitta qo'lni qo'ymaymiz. Salgina sakrab qo'yishga harakat qilamiz bitta qo'lni. Ikkinchisini qo'ymasak ham hech narsa qilmaydi. Ikkinchisi agar qo'ymasak yerga yiqilish xavfimiz bo'lsa agar sraz favqulodda ikkinchi qo'lni qo'ysak yiqilishdan asrab qolamiz o'zimizni. Demak, keyingi harakatimiz sakrab qo'yamiz. Oxirgisida esa umuman qo'l tekkizmasdan qilamiz. Demak, videomiz yoqqan bo'lsa xursandman. Like, kommentariy yozib qoldiring, obuna bo'ling. Qo'ldan kelgancha videolar chiqarishga harakat qilaman.